Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Eski pasport endi amal qilmaydimi? Ayniqsa pensionerlar hozirroq nima qilishi kerak? Bu mavzu bevosita pensiya olish, bank kartasidan foydalanish, shifoxonaga murojaat qilish, notarius meros subsidiya, uy-joy hujjatlari, hatto oddiy sim karta va bank amaliyotlariga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta noto'g'ri tushuncha odamni keraksiz yugurgan. Pensiya to'lovining kechikishga yoki hujjat qabul qilinmasligiga olib kelishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday muhim huquqiy va amaliy ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Men avval eng asosiy savolga javob beraman. Eski pasport deganda nimani tushunyapmiz? Odamlar bu iborani har xil ma'noda ishlatadi. Kimdir eski pasport deb sobiq namunadagi biometrik pasportni aytadi. Kimdir muddati tugagan pasportni nazarda tutadi. Yana kimdir hali ID karta olmaganini o'ylab, endi mening pasportim o'tmay qoladim deb xavotirga tushadi. Ayrim pensionerlar esa mening yoshim katta, endi almashtirish shartmi? Pensiyam to'xtab qolmaydimi deb so'raydi. Avvallari fuqaroning asosiy shaxsini tasdiqlovchi hujjati pasport edi. Ko'p yillar davomida odamlar barcha ishlarni shu pasport bilan qilgan. Pensiya rasmiylashtirgan, bankdan pul olgan, uy-joy oldi-sotdi qilgan, propiska masalasini hal qilgan, nikoh, meros, sud, shifoxona, kommunal xizmatlar hammasida pasport kerak bo'lgan. Keyin bosqichma-bosqich ID karta tizimi joriy qilindi. Ya'ni fuqaroning ichki shaxsini tasdiqlovchi hujjati sifatida ID karta berila boshladi. Bundan tashqari chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish pasporti mavjud. Mana shu joyda ko'pchilik adashadi. ID karta bilan O'zbekiston ichida shaxsingizni tasdiqlaysiz. Chet elga chiqish pasporti esa chegaradan o'tish uchun kerak bo'ladi. Nima o'zgardi? O'zgargan narsa shuki, davlat idoralari asta-sekin zamonaviy elektron identifikatsiya tizimiga o'tmoqda. Banklar, pensiya bo'limlari, tibbiyot muassasalari, notariuslar, kadastr, soliq va boshqa tashkilotlar shaxs haqidagi ma'lumotni elektron bazalar orqali tekshiryapti. Eski qog'oz ko'rinishdagi yoki muddati tugagan hujjat bilan ish qilish qiyinlashadi. Chunki tizimda hujjat muddati tugagan deb chiqsa, xodim sizni tanisa ham, men bilaman, bu odam shu mahallada yashaydi deb hujjatni qabul qila olmaydi. Tizim ruxsat bermaydi yoki keyinchalik xodimning o'zi javobgar bo'lib qoladi. Men pensionerlar uchun vaziyatni aniq qilib bo'lib beraman. Birinchi holat: agar sizning pasportingiz biometrik bo'lsa, muddat tugamagan bo'lsa, yirtilmagan, buzilmagan, undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili kabi ma'lumotlarda xato bo'lmasa, odatda vahima qilish shart emas. Siz uni belgilangan muddatigacha ishlatishingiz mumkin. Lekin baribir men maslahat beraman. Hujjat muddati qachon tugashini bugunoq tekshirib qo'ying. Chunki pensionerlar orasida ko'p uchraydigan muammo shuki, pasport muddati tugaganini faqat bankka borganda yoki poliklinikada navbatga yozilayotganda bilib qolishadi. Ikkinchi holat: agar pasportingizning muddati tugagan bo'lsa, bu juda muhim. Muddati tugagan pasport bilan bankdagi ayrim amaliyotlarni bajara olmaysiz. Masalan, yangi karta ochish, karta blokdan chiqarish, bank ilovasini qayta tiklash, pensiya kartasi bo'yicha shubhali operatsiyani tekshirish, yirik miqdordagi pulni yechish yoki notarial ishonchnoma rasmiylashtirishda muammo chiqadi. Xodim sizga yomonlik qilayotgani yo'q. U qonuniy talabni bajaryapti. Shuning uchun men 2 yildan beri shu pasport bilan yuribman degan gap amaliyotda yordam bermaydi. Uchinchi holat: agar pasportingiz juda eski namunada bo'lsa, elektron tizimlarda o'qilmaydigan, ma'lumotlari to'liq chiqmaydigan yoki umuman amaldagi hujjat sifatida tan olinmaydigan bo'lsa, bu holatda albatta yangilash kerak. Ayniqsa ayrim yoshi katta insonlarda hujjat uyda sandiqda saqlangan, kam ishlatilgan. Ammo ichida eski familiya, eski manzil yoki muddati allaqachon o'tib ketgan bo'ladi. Bu hujjat bilan bugungi tizimda ish yuritish tobora qiyinlashadi. To'rtinchi holat: agar siz ID karta olgan bo'lsangiz va kartangiz amalda bo'lsa, odatda ichki ishlar, bank, pensiya, poliklinika, notarius kabi joylarda shaxsingizni tasdiqlash uchun shu ID karta yetarli bo'ladi. Lekin chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz ID karta yetmaydi. Masalan, Qozog'iston, Turkiya, Rossiya, Janubiy Koreya yoki boshqa davlatga borish niyatingiz bo'lsa, xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Ba'zi odamlar ID karta oldim, endi chetga chiqsam bo'ladimi deb o'ylaydi. Yo'q, bu ikki hujjatning vazifasi boshqa.
Endi real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, 68 yoshli otaxon har oy pensiyasini bank kartasidan oladi. Kartasi yo'q bo'lib qoladi. Bankka boradi, yangi karta chiqarish kerak bo'ladi. Bank xodimi hujjatni tizimga kiritadi. Pasport muddati 3 oy oldin tugaganini ko'radi. Otaxon mening pensiyam shu kartaga tushadi. Menga tez pul kerak deydi. Lekin bank yangi karta bera olmaydi. Chunki shaxsni amaldagi hujjat bilan tasdiqlashi shart. Natijada otaxon avval migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga borib hujjatini yangilashi, keyin bankka qaytishi kerak bo'ladi. Agar u buni oldindan tekshirganida. Bir kunda emas, reja bilan navbatga yozilib, ortiqcha asabiylashmasdan hal qilardi. Ikkinchi misol, 72 yoshli onaxon meros masalasi bo'yicha notariusga boradi. Uning pasportida familiyasi eski nikohdan oldingi shaklda. Ayrim boshqa hujjatlarda esa nikohdan keyingi familiya yozilgan. Bunday vaziyatda notarius darhol qo'shimcha hujjat so'raydi. Nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqida ma'lumot, tug'ilganlik guvohnomasi, ba'zida arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar ID kartada ma'lumotlar to'g'ri va yagona shaklda bo'lsa, keyingi ishlar osonlashadi. Demak, faqat pasportni almashtirish emas, ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi ham muhim. Uchinchi misol, 15 yoshli pensioner davolanish uchun viloyatdan Toshkentga boradi. Elektron navbat tibbiy karta, imtiyozli dori olish tizimida shaxsiy ma'lumotlar tekshiriladi. Hujjatdagi PIN-FL yoki pasport ma'lumotlari elektron bazada to'g'ri chiqmasa, ro'yxatdan o'tishda vaqt ketadi. Shifoxonada odam kasal holatda yurib, nega meni qabul qilmayapti deb qiynaladi. Aslida muammo ko'pincha hujjat eskirganida, ma'lumotlar yangilanmaganida yoki bazalarda nomutanosiblik bo'lganida yuzaga keladi. 4-misol, chet elda farzandi bor pensioner onaxon Rossiya yoki Turkiyaga borib kelmoqchi. U pasportim borku deydi, lekin qo'lida ishki biometrik pasport yoki ID karta bo'lishi mumkin. Chet elga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish pasporti kerak. Agar u buni aeroportga boradigan kuni bilsa, chipta kuydi. Pul ketdi, reja buzildi. Shuning uchun safar oldidan kamida 1-2 oy oldin hujjatlarni tekshirish kerak. Kimlar ayniqsa hoziroq tekshirish kerak? Men birinchi navbatda allatim yoshdan oshgan. Pasportini uzoq yillardan beri almashtirmagan. Yaqinda pensiya kartasini almashtirishi kerak bo'lgan. Meros yoki uy-joy hujjatlari bilan shug'ullanayotgan, davolanish uchun boshqa hududga boradigan. Farzandlari chet elda bo'lgan va safar rejalashtirayotgan fuqarolarga e'tibor qarataman. Shuningdek, yolg'iz yashaydigan pensionerlar, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, yurishi qiyin bo'lgan, nogironligi bor shaxslar hujjat muddatini yaqinlari bilan birga tekshirish kerak. Kimlar haddan tashqari xavotir olmasligi mumkin? Agar sizda amaldagi ID karta bo'lsa, uning muddati tugamagan bo'lsa, barcha ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, pensiya kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yaqin kunlarda notarius, bankdagi katta operatsiya, chet elga chiqish yoki hujjat almashtirish rejangiz bo'lmasa, vahima qilishingiz shart emas. Lekin baribir hujjatning old va orqa tarafidagi ma'lumotlarni bir marta diqqat bilan ko'rib chiqing. Muddati tug'ilgan sana, ism, familiya, PIN-FL, berilgan joy va amal qilish davri to'g'ri ekaniga ishonch hosil qiling. Endi men ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik jihat, hujjatning o'zi qo'lingizda bo'lishi boshqa, uning amalda bo'lishi boshqa. Masalan, pasportingiz chiroyli saqlangan, muqovasi butun. Ichidagi surat aniq, lekin muddati tugagan bo'lsa, u amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida qabul qilinmasligi mumkin. Hujjatning fizik holati emas, avvalo yuridik amal qilish muddati muhim. Ikkinchi nozik jihat, familiya. Ism yoki otasining ismi har xil yozilgan bo'lsa, muammo chiqadi. Masalan, bir hujjatda Abdullayeva, boshqasida Abdullayeva, yana bir joyda Abdullayeva Emma deb yozilgan bo'lishi mumkin. Lotin va kiril yozuvi almashinuvida ham xatolar uchraydi. Pensionerlar ko'pincha bu xatoga ahamiyat bermaydi. Chunki mahallada hamma uni taniydi. Lekin notarius, bank va sud mahalla tanishligiga qarab emas, hujjatdagi harflarga qarab ish qiladi. Bitta harf farqi meros olishda, pensiya ishida, mulkni rasmiylashtirishda qo'shimcha tekshiruvga sabab bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, hujjatlar va bazalarda bir xil aks etish kerak. Masalan, pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan, lekin ro'yxatdan o'tish masalasini oxirigacha rasmiylashtirmagan. Pensiya bo'limida eski manzil, bankda yangi manzil. Tibbiyot tizimida esa umuman boshqa manzil chiqsa, ayrim xizmatlar kechikadi.
Ayniqsa uyda xizmat ko'rsatish, ijtimoiy yordam, nogironlik bo'yicha komissiya, sanatoriy yo'llanmasi kabi masalalarda manzil juda muhim. 4-chi nozik jihat, pensiya to'xtab qoladimi degan savol. Men buni aniq tushuntiraman. Hujjat muddati tugashi avtomatik ravishda ertaga pensiyangiz butunlay bekor bo'ladi degani emas. Pensiya huquqi yosh, ish staji va boshqa qonuniy asoslar bilan belgilanadi. Lekin amaldagi hujjat bo'lmasa, pensiyani olish, karta almashtirish, bankda tasdiqlash, ishonchnoma berish, boshqa shaklda pulni rasmiy qabul qilishda muammo paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni huquq saqlanishi mumkin, ammo amaliy foydalanish qiyinlashadi. Shuning uchun pensiyam bor-ku hujjatni keyin qilaman deb yurish xavfli. 5-chi nozik jihat, ishonchnoma masalasi. Ko'p pensionerlar farzandiga yoki nevarasiga borib pensiyamni olib kel deb aytadi. Ammo bank yoki pochta tizimida pul olish uchun oddiy og'zaki ruxsat yetmaydi. Rasmiy ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ishonchnoma rasmiylashtirish uchun esa pensionerning amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjati kerak. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, notarius ishonchnoma bermaydi yoki jarayon cho'ziladi. Natijada pensioner o'zi bora olmaydi, farzandi ham ola olmaydi. Pul vaqti olinmay qoladi. 6-chi nozik jihat, yotoqda yotgan yoki yurishi qiyin pensionerlar. Bunday holatda yaqinlar endi qanday olib boramiz deb xavotir oladi. Men maslahat beraman. Avvalo hududingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, nogironligi bor yoki harakatlanishi cheklangan fuqaro uchun qanday tartib borligini so'rang. Ba'zi holatlarda uyga chiqib xizmat ko'rsatish, vakil orqali ariza topshirish, tibbiy ma'lumotnoma taqdim etish kabi tartiblar bo'lishi mumkin. Har bir hududda amaliy tartib biroz farq qilishi ehtimoli bor. Shuning uchun telefon qilib oldindan aniqlashtirish juda muhim. 7-chi nozik jihat, jarima masalasi. Hujjat muddati tugab ketgandan keyin uzoq vaqt almashtirmay yurish ayrim holatlarda ma'muriy javobgarlik yoki jarima masalasini keltirib chiqarishi mumkin. Men bu yerda barchaga bir xil summa aytib qo'ymayman. Chunki jarima miqdori imtiyozlar va qo'llash tartibi amaldagi normativ hujjatlarga qarab o'zgarishi mumkin. Lekin asosiy qoida shuki, muddati tugagan hujjatni cho'zib yurish foyda bermaydi. Vaqtida almashtirsangiz, ham asabingiz, ham pulingiz, ham vaqtingiz tejaladi. 8-chi nozik jihat. Internetdagi mish-mishlarga ishonmang. Ertadan hamma eski pasport bekor bo'ladi. Pensionerlar pensiyasini ola olmaydi. ID karta olmaganlar jarimaga tortiladi. Hamma bir kunda borish kerak kabi gaplar ko'pincha qo'rqitish uchun tarqatiladi. Men har doim tavsiya qilaman, rasmiy manbani tekshiring. Davlat xizmatlari markazi, ichki ishlar organlarining migratsiya bo'limi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki mahallangizdagi mas'ul xodimlardan aniqlashtiring. Qo'shni aytgan gap Telegramdagi noma'lum audio yoki bozordagi mish-mish hujjat masalasida asos bo'la olmaydi. Endi men sizga aniq qadamlar bo'yicha yo'l yo'riq beraman. Birinchi qadam, hoziroq pasportingizni yoki ID kartangizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Pasportda berilgan sana va amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. ID kartada ham amal qilish davri ko'rsatiladi. Agar muddati tugashiga 6 oy yoki undan kam vaqt qolgan bo'lsa, men kutib yurmaslikni maslahat beraman. Ayniqsa bank kartangizning muddati ham yaqin tugasa, safar rejangiz bo'lsa yoki meros hujjatlari bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, oldindan harakat qiling. Ikkinchi qadam, ma'lumotlarni solishtiring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, PFL, yashash manzili bir-biriga mosmi? Pensiya daftarchasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumotlarda qanday yozilgan? Bank kartangizdagi ism, familiya bilan hujjatdagi yozuv mosmi? Agar farq bo'lsa, keyinchalik katta muammo bo'lmasligi uchun hozir tuzatish yo'lini so'rang. 3-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda ID karta yoki pasport hujjatlari bo'yicha ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari hamda davlat xizmatlari markazlari orqali murojaat qilinadi. Hududingizdagi tartibni oldindan telefon qilib so'rashingiz mumkin. Agar elektron navbat bo'lsa, navbatga yoziling. Bu ayniqsa pensionerlar uchun qulay. Chunki ertalabdan kechgacha navbat kutib o'tirish sog'liq uchun ham qiyin. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda amaldagi yoki eski pasport, tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlar, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, yashash manziliga oid ma'lumotlar, to'lov kvitansiyasi kabi hujjatlar talab qilinishi mumkin.
aniq ro'yxat vaziyatga qarab farq qiladi. Masalan, oddiy ID karta olish boshqa, familiyadagi xatoni tuzatish boshqa, yo'qolgan pasportni tiklash boshqa. Chet elga chiqish pasporti olish boshqa tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, uyda bor hujjatlarni bitta papkaga soling, originalni va kerak bo'lsa nusxasini tayyorlang. 5-qadam, agar pasport yo'qolgan bo'lsa darhol murojaat qiling. Balki topilib qolar deb oylar davomida kutmang. Yo'qolgan hujjatdan kimdir noqonuniy foydalanishi xavfi bor. Bank, kredit, sim karta, turli firibgarlik holatlari bo'yicha ehtiyot bo'lish kerak. Yo'qolganni rasmiy qayd ettirish va yangi hujjat olish tartibini boshlash muhim. 6-qadam, agar pensionerning o'zi bora olmasa, yaqinlari oldindan maslahat olsin. Masalan, otangiz yoki onangiz yura olmaydi. Insultdan keyin yotib qolgan, ko'zi ojiz yoki og'ir kasal. Bunday holatda siz migratsiya bo'limiga borib, vaziyatni tushuntiring. Fuqaro shaxsan kela olmaydi, tibbiy holati shunday. Qanday tartibda hujjat almashtiramiz deb so'rang. Kerak bo'lsa, tibbiy ma'lumotnoma oling, nogironlik hujjatini tayyorlang. Vakillik yoki ishonchnoma masalasini aniqlang. Eng yomoni hech narsa qilmay kutib yurish. 7-qadam, bank va pensiya masalasini birga tekshiring. Hujjat yangilangandan keyin bankdagi ma'lumotlaringiz ham yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Pensiya kartangiz eski pasport ma'lumotiga bog'langan bo'lsa, bankka borib yangi ID karta yoki yangi pasport ma'lumotini kirittiring. Aks holda keyingi safar karta almashtirganda yana muammo chiqadi. Pensiya bo'limida ham ma'lumotlar to'g'ri aks etayotganini tekshirdirish foydali. 8-qadam, chet elga chiqish rejangiz bo'lsa, alohida tekshiring. Ichki ID karta bilan chet elga chiqish mumkin deb o'ylamang. Xorijga chiqish pasportining amal qilish muddati bor. Ko'p davlatlar pasport muddati safar tugaganidan keyin ham kamida bir necha oy amal qilishini talab qilishi mumkin. Masalan, siz pasportingizning muddati yana 2 oy bor deb xursand bo'lasiz. Lekin viza yoki aviachipta jarayonida bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun safar oldidan hujjatni kamida 3-6 oy oldin tekshirish yaxshi. 9-qadam, barcha hujjatlarning suratini telefonga saqlab qo'ying. Lekin ehtiyot bo'ling. Farzandlaringiz yoki ishonchli yaqinlaringizda pasport yoki ID karta ma'lumotining nusxasi bo'lsa, favqulodda holatda yordam beradi. Lekin begonalarga yubormang, ijtimoiy tarmoqlarga tashlamang. Telegram guruhlarga joylamang. Hujjat ma'lumotlari shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Firibgarlar aynan pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanishga urinadi. 10-qadam, hujjat almashtirishni katta muammo deb emas, profilaktika deb qabul qiling. Tish og'rimasdan oldin stomatologga ko'ringandek, hujjat muddati tugamasdan oldin tekshirib qo'yish kerak. Bir marta vaqt ajratasiz. Keyin bankda ham, shifoxonada ham, notariusda ham ishingiz oson bo'ladi. Yana bir muhim maslahat, agar xodim sizga hujjatingiz o'tmaydi desa, janjal qilmang. Qaysi sabab bilan qabul qilinmayapti? Muddati tugaganmi, ma'lumot xatomi? Tizimda chiqmayaptimi? Menga yozma tushuntirish yoki qaysi bo'limga murojaat qilishimni ayting. Shunda muammoni aniq bilasiz. Ba'zan muammo pasportda emas, bazadagi texnik xatoda bo'ladi. Bunday holatda tegishli idora ma'lumotni tuzatish kerak bo'ladi. Men pensionerlarning farzandlariga ham alohida murojaat qilaman. Otangiz, onangizning hujjatini bir ko'rib qo'yish siz uchun 10 daqiqa vaqt oladi. Lekin ular uchun katta yordam bo'ladi. Ko'p yoshi katta odamlar amal qilish muddatida kichik yozuvni ko'rmaydi, qaysi hujjat qaysi ishga kerakligini bilmaydi. Internetdan navbat olishni eplay olmaydi. Siz ularni ayblamang. Yordam bering. Hujjatlarni papkaga tartiblab bering. ID karta yoki pasport, pensiya hujjatlari, bank kartasi ma'lumotlari, tibbiy hujjatlar, nikoh guvohnomasi, uy-joy hujjatlari alohida joyda tursin. Favqulodda vaziyatda qaysi hujjat qayerda ekani darrov topilsin. Demak, eski pasport masalasida eng muhim qoida shuki, hamma eski hujjat bir kunda bekor bo'lib qoldi deb vahima qilish kerak emas. Lekin muddati tugagan, buzilgan. Ma'lumotlari xato yoki tizimda tan olinmaydigan hujjat bilan yurish xavfli. Pensionerlar uchun bu ayniqsa muhim, chunki pensiya, bank, shifoxona, notarius, meros va ijtimoiy yordam masalalaridan amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Hoziroq hujjatingiz muddatini tekshiring, ma'lumotlarni solishtiring. Kerak bo'lsa migratsiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling, bank va pensiya ma'lumotlaringizni yangilang. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Pasportingiz muddati qachon tugaydi?
ID kartı olganmisiz? Qaysi joyda muammoga duch keldingiz? Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Bu ma'lumot ayniqsa pensioner ota-onalarimiz uchun juda kerak.